alaykum. Kanalimiz a'zolari, mana hozir klientimiz keldi, Hojiboy. Sog'liq hol chiqarib ko'rsatib beringlar, apparatni sinab deyapti. Hozir sinab ko'rsatib beramiz. Mana yuruzdi. Xudo xolasa apparat yoptirmaydi. Sog'liq holda chekka qo'ygan holatida. Chetga qo'ygan holatda chiqaryapti hozir. Hozir mayin qilib, yumshatib, holat joylariga ezib bergan. Nima deysiz, Hojiboy, yaxshimi? Yaxshi. Bo'ladimi? Iloji boricha quruq chiqarish kerak. Iloji boricha quruq bo'lsa yaxshi chiqaraveradi setka bilan. Yaxshi, qiynamaydi masalan. Ana shunaqa motorda ham qiynamaydi, pichoqqa o'ralib qolmaydi. Quruq bo'lsa, o'raladi. nam bo'lsa o'raladi. Somonni lekin vobshe chiqaradi u muammosi. Alkohol, gida, o't hamma aralashtirib olsa omoqda bo'ladi. Ha, omoqda aralashtirib bersa ancha yaxshi bo'ladi. Shunaqa.